kecha men bu Mazdani sotuvga chiqargandim. Uje bugun Jamoliddin aka keldi, mashinani ko'rdi. Yana eng qizig'i, tirikchiligiga bizdan mashina olyaptilar. Mana gen доверенность iltimos qildilar, 2 oylik qildi. Hozir mashinani topshiramiz. Jamoliddin akadan bir ikkita gapini, suhbatini olamiz, xudo xolasa. Aka, assalomu alaykum. Bratan, tuzumsiz. Rahmat, akajon. Obunachilar, assalomu alaykum obunachilarga, Dubai avtosalonining obunachilariga. Kecha mana reklamada Dubai avtosalonini ko'rib qoluvdim. Mazda mashinasini, Mazda X7 mashinasini. Holati zo'r ekan, ashi ideal ekan. Hech qanaqa texnik ishi yo'q ekan. Tekshirganlardagi maqtaganlaricha mana tekshirib ko'rib oldik. Mana keldik, shu mashinani tirikchiligiga oldik. Narx-navosini ozgina savdalashdik. Kelishtirib, zakonli narxlarda qilib berdilar. Har doimgidek klientlarni xursand qiladigan narxlarda bizga mana tirikchiligiga ham zo'r narx berdilar bizga. Qachon sotuvga chiqadi endi? Xudo xolasa 3-4 kunlarda tayyorlab. Хорошо, savol bor aka. Sotganingizda do'la bormi bizga? Xudo xolasa sizga bor aka. Обязательно aka. Aka 1000 talab, 100 ming talab guvoh bor. Obunachilar. Akajon, gen sizniki. Rahmat aka. 2 oy ichida ish qilib sotish kerak. Nomer yechishimiz kerak. Bizdan rozimisiz? Hammasi cho'tga o'tdimi? Aka, Rahmat. Alloh xayrli qilsin. Kelinglar, xudo xolasa sizlarga ham xalq qilib beramiz.